ijodi misolida oila, baxt, saodati masalalariga mos keladigan hikmatli, mulohazali so'zlarni, nurli jumlalarni izlashga harakat qilamiz. Xullas, bugungi oila baxt qasri ko'rsatuvimizning mehmoni Shuhrat medali va Mehnat shuhrati ordeni sohibasi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Salima Umarova. Dastlab qahramonimizning ijodiy faoliyatiga nazar tashlasak, u kishi Navoiy viloyatining Karmana tumanida tug'ilganlar. She'riyatga, umuman adabiyotga bo'lgan mehr ijodkorni O'zbekiston Milliy universiteti tomon yetakladi. O'qishni tugallagach, qaynoq ijod ummoniga sho'ng'igan Salima Umarovaning tinimsiz sa'y-harakatlari bilan adibaning bir qator kitoblari va she'riy to'plamlari chop etildi. 1989-yilda Inson haqida qo'shiq, 1993-yilda Qalb daftari, keyinchalik Yurakning ranglari, Rayhon hidi, Dil tilaklari, Mening kelinchak qizim, Sog'inch sahrosi, Saodat yo'li, Suyukli qizalog'im, Aziz o'g'lonim kabi she'riy, nasriy va badiiy publitsistik kitoblari nashrdan chiqdi. Shuningdek, viloyatimizdagi matbuot uyida faoliyat yuritgan kezlarida Nihol tugaragiga boshchilik qilib, ko'plab yoshlarga ustozlik ham qilganlar. Ijodkorning umr yo'li ayniqsa hozirgi yoshlarimizga o'rnak bo'la oladi. Islom dinimiz eng go'zal din. Tarbiya masalasida ham, oilani go'zal ushlash masalasida ham, o'sha ikki kishi o'rtasida mehr oqibat tiklash masalasida ham, qo'ni qo'shnilikda ham islom diniga teng keladigan tarbiyaviy go'zal din yo'q. O'shanda aytyapti, bolalar juda katta Allohning bandalariga bergan juda katta bir ne'mati va bir ular gavhar, hech narsa tegmagan bir noyob gavhar, porloq gavhar ular. Ularni ota-ona xohlasa nasroniy qilib tarbiyalaydi, xohlasa iymoniy qilib tarbiyalaydi, xohlasa hali ko'chaga tashlandiq bir narsaga aylanadi. Bu ota-onaga bog'liq. Shu uchun ham yomon farzand uchun ota-onani jazolamoq kerak degan. Odamzodning birinchi tarbiyachilari onalardir deydi. Haqiqatan ham to'g'rida, o'sha ko'krak suti bilan birga uni axloq, hayo, odobi kirib keladi. Bundan tashqari, masalan, otani umri dalalarda qanchalik ko'p o'tadigan bo'lsa, tirikchilik o'sha yemak, ichmak, iqtisodni ko'taraman deb tarbiya bilan ona shug'ullanadi. O'sha uchun bu Goldsmith aytgan ekan. O'sha odamzodning birinchi tarbiyachi onalar deb. Endi Janfol aytayotki, bizga yaxshi onalarni bering, biz yaxshi insonlar bo'lib yetishamiz deyapti. Yaxshi odamlar bo'lib yetishamiz deyapti. Endi hamma gap onaga bog'lanyapti, lekin otaga Gebert aytayotki, bir ota 100 o'qituvchidan ustun. Ibrati bilan, o'zini namoyish qiladigan harakati bilan, o'sha fazilatlari bilan, keyin otaning qattiq qo'liga ajoyib dori, achchig'idan shirini ko'p deydi. Demak, ota qattiq qo'lam bo'lish kerak. Qattiq qo'llik qilgan joyda o'shani achchig'idan shirini ko'p deyapti. Mana shunchalik bo'lgandan keyin tabiiy ravishda ota-onadan o'rganadi birinchi odam, ota-onadan oladi, qolganini maktab kollejlarga boradi. Men halol mehnatning rag'bati borligini, sabrning saodati borligini, qanoatning mukofoti borligini aynan Salim opamning taqdirida ko'rganman. Chunki tanidim, bildimki Salim opam hamisha begona bo'lsa ham xuddi o'z jigaridek yonib kuyadi birovning dardi uchun. Yoshlarning tarbiyasi uchun yonib kuyadi. Yozganlarida faqat odamlarni yaxshilikka yetaklaydi. Har bir bosgan qadamida odamlarga yaxshilik qilishni rejalashtiradi. Qiynalganini ko'rsa yordam qilgisi keladi. Birovning dardi uchun yelib yuguradi, to'xtamaydi. O'zini bor tashvishlarini unutib yuboradi bu ayol. Mana shularning hammasini mukofotini Allohga shukrki, Salim opamga mana shu hayotlarida berdi deb o'ylayman. U kishini bir ustozim, bir opam sifatida hurmat qilib, hamisha u kishidan ana shunday qanoatli bo'lishni, mehnatdan qochmaslikka o'rganishga harakat qilganman. Shu bilan birga Salim opada yana bitta fazilat borki, u kishi hamisha haq so'zni aytishga, rost so'zni baralla aytishga harakat qiladilar. Qachon qaramaylik yangi kitoblarini yo chop ettirish tashvishida yoki nashrdan chiqqanligini olib qo'llarida yurganlarini ko'ramiz. Mana shunday paytda hayron qolaman-da, qachon ulguradilar mana shuncha narsani yozishga debda. Bu ham bo'lsa o'sha u kishidagi sabrda, u kishidagi qanoatda, u kishidagi bir matonatni ifodasida mana shu sabr,
qanoat, matonat hamisha u kishini qo'llab-quvvatlab tursin, kuch-quvvat bersin Allohim. Hali u kishidan yana biz ko'plab ijod mahsullarini kutib qolamiz, chunki u kishining yozganlari biz uchun, farzandlarimiz uchun tarbiya. Men hamisha farzandlarimga ham mana shu Salim opam yozganlarini, qizlarimga ayniqsa o'qishni talab qilaman-da. U kishi bizga juda ham keraklar. Umuman millatga kerak inson deb hisoblayman. Ustozning ko'p yillik jurnalistik faoliyati davomida yozgan asarlari chop etilgan kitoblarning aksariyati bilan tanishar ekanmiz. Xoh publisistika bo'lsin, xoh badiiy asar bo'lsin, ularning barchasida ma'naviyat birinchi o'rinda turgani, oila muqaddasligi masalasi yuqori ko'tarilgani, uni asramoq yo'llari xususida ibratli saboqlar borligini ko'ramiz. Ayniqsa viloyat bosh imom xatibi Tohir Ro'ziyev bilan hammualliflikda chop etilgan Saodat yo'li kitobi oilalarning chinakam saodatli bo'lishida dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Abad va azal mavzusida oila mavzusi. Mana shu jihatdan biz mamlakatimizda o'sha muhtaram prezidentimiz ham bugun o'sha buzilib ketayotgan oilalarni o'rtasida kelishmovchiliklarni oldini olish uchun juda katta e'tibor qaratyaptilar. Bu hammani oldiga, o'sha jamoatchilikning oldiga, xonadonlarni o'sha kattalaridan boshlab har birimizni oldimizga juda katta mas'uliyat qo'yiladi. Chunki oila mustahkam bo'lsa, jamiyat mustahkam. Jamiyat mustahkam bo'lsa, mamlakatimiz barqaror bo'ladi. Shu jihatdan lekin erkakka muhim bog'liqmi ko'proq, oila tinchligi ayolga bog'liqmi deganda erkak ko'pincha dalani odami. Ayol o'sha tarbiya jihatdan ham, farzandlarning tarbiyasi jihatdan ham o'sha ro'zg'orni erkak topib kelgani chiroyli foydalanish bo'yicha ham, iste'molchi sifatida foydalanish bo'yicha ham ayol uyda rahbari. Erkak umumiy rahbar, ayollar rahbari, xonadon rahbari, ayol uyda rahbari, farzandlar rahbari. Mana shu jihatdan har ikkovining ham mas'uliyati juda katta, muhimlik ahillikda. Bir-birini tushunishda, bir-birini ardoqlashda, menini, shaxsan menini ardoqlamasdan bir-birini ardoqlashda. Bir-biridan illat emas, kamchilik emas, bu dunyo mukammallikning ustiga qurilgan emas. Bu dunyo kamchiliklarni ko'rgan holatda juftingni fazilat qidirishda. Bu erkakda ham bo'lish kerak bu narsa, ayolda ham bo'lish kerak. O'sha jihatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, erkaklarga momo havo odamatan qovurg'asidan yaralganlar. Va eng yuqoridagi eng qiyshiq qovurg'adan, yetimcha qovurg'adan yaralgan ekan. Demak, ayolni mukammal ko'raman degan erkak xato qiladi. U bilan murosa qiluv yasha deyilganda, ayol ham erkak ham turmush qilgancha ko'zini ochiq qarash kerak ekanki, shu qizga uylansam baxtli bo'lamanmi? Shu yigitga turmushga chiqsam baxtli bo'laman degan narsani o'shanda fazilatlari, illatlarini qarash kerak ekan. Lekin turmushga chiqdingizmi, uylandingizmi, endi to'xtang. Endi ko'zingizni chirt yuming. Endi faqat yutug'ini ko'ring, fazilatini ko'ring, endi kamchiligini ko'rmang. Kamchiligini ko'rdingizmi, bu sizni o'sha oila qo'rg'oni putur yetishiga olib keladi. Chunki mukammal odamning o'zi yo'q. Faqat Alloh taolo mukammal va bitta yaratgan payg'ambarlar mukammal bo'lganlar. Agarki insonni insonga sajda qilishga buyurilganida edi, men o'sha ayolni o'z juftiga, eriga sajda qilishga buyurar edim. Bu ham payg'ambarimiz hadislari. Mana shu jihatdan ko'ryapsizmi? Ayol o'sha o'zini juftini o'sha sajda qiladigan darajada balanga qo'yib ardoqlasa, erkak o'z ayolini haligiday har qanaqa kamchiligini kamchilik demasdan undan faqat fazilat qidirsa, u xonadon baxtli bo'ladi. Lekin bu narsaga erishish uchun nima qilish kerak har ikki tomon ham? Yana orqaga qaytib kelamanda, o'sha muhtaram prezidentimizni Shavkat Mirziyoyevni kitobxonlikka nimaga bu darajada e'tibor qaratdilar? Nimaga kitob o'qishni davlat siyosat darajasiga ko'tardilar? O'sha bu ma'naviyatlar qayerdan keladi? Kitobdan keladi. Erkak ham kitobxon bo'lish kerak, bugun ayol ham kitobxon bo'lish kerak. Otasi, onasi kitobxon bo'lgan bolalar kitobxon bo'ladi. Shu jihatdan erkakka, ayolga bir xil yuk tushadi, ziyodasidan tushadi. Ayniqsa farzand tarbiyasi masalasida juda katta yuk ayollikka. Chunki ayolni Xudoy mehribon tabiatan tarbiyachi qilib yaratgan. Tabiatan tarbiyachi Abdulloh Avloniy aytganlaridek, o'zi o'qimasa, o'zi sochi paxmoq, qo'li to'qmoq bo'lsa, qanday qilib tarbiyalaydi? O'zi o'qimasa,
uloqboz, maishatboz, aroqxo'r bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin, u qanday qilib o'g'ilga ibrat bo'ladi-yu, oilani tarbiyalaydi. Mana shu jihatlardan biza hamisha ziyolilikka intilgan kitobxon insonlar bo'lishimiz, jamiyatda o'sha momolarimiz bor, shunaqa momolarimiz bor, ibrati betakror. Shunaqa otaxonlar bor, ibrati betakror. Ulardan o'rganishimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufda qancha baxtiyor oila degan bir ibratli kitoblari bor bular, yoki o'sha jahon adabiyot durdonalari bo'lgan Javohirlar xazinalari, Hikmatlar shodalasi kabi tafakkur, Serjilo tafakkur durdonalari kabi kitoblar bor. Bularning hammasi bizani o'sha ma'naviy yuksaklikka adib, jurnalist, munaqqid sifatida yozgan o'nlab kitoblarining har biri millat ta'lim tarbiyasi yo'lida o'ta jonkuyarlik bilan bitilgan. Men bu kitoblarni har birini millatdoshlarimiz o'qib chiqishini juda ham orzu qilaman. Dunyo qalqib turgan, hayot yonib turgan bir zamonda o't ketgan jahannam ochunidan mo'min birodarni qutqarib qolish uchun beminnat qo'lini cho'zadigan bu kitoblar. Bu kitoblar teran, pok nazar bilan hamma narsaga baho berishga chaqiradigan bebaho kitoblar. Salima Umarova deganda bizning ko'z o'ngimizda, ongi shuurimizda adolat va haqiqat timsoli bo'lgan Munisa ayol, mehribon ona siymosi gavdalanadi. Opani asarlarini biz ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Oila davrasida farzandlarimiz bilan ko'proq mutolaa qilishimiz kerak. Axir 30 yildan ortiq jurnalistika sohasida qalam tebratib, o'nlab shogirdlarni tarbiyalab, lekin biron bir kishidan, biron bir narsa ta'ma qilmasdan, minnat qilmasdan yashash va nomiga biron bir dog' tushirmasdan umrguzarolik qilish hammaga ham nasib qilmaydigan ajoyib ishdir. Ayniqsa adibaning Oftobli kunlar kitobini o'qir ekansiz, undagi saodatli dunyolarning yo'li sabr muammoli maqola e'tiboringizni o'ziga tortadi. Maqsad o'z qizining hayotiga aralashaverishi, oqibatida uning baxtsizligiga bevosita sabab bo'lib qolgan onaning kirdikorlarini to'laqonli va juda ibratli darajada ochib berilgan. Albatta, bu ko'pchilikka saboq bo'lsa edi, deya ta'kidlaydi muallif o'z so'zida. Agar siz oilangizga tinch bo'lsangiz, oilangizga baxtli bo'lsangiz, ishingiz ham barakotli bo'ladi, unumli bo'ladi. Hamisha fayz barakotning ichida bemalol chiroyli ish qila olasiz. Agar oilangizda tinchlik bo'lmasa, u saodat mana shu tinchlikda, xotirjamlikda, bir-birini tushunishda. Agarki o'sha siz tinchlik, xotirjamlik, yaxshiliklar bilan yashaydigan bo'lsangiz, barakot tepadan o'zi beraveradi. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Gap mana shu narsalarning hammasini orqasida lekin o'sha go'zal sabr kerak, sabr yotibdi. Men u hikoyatni Qiziltepa tumanida bir shikoyat xati asosida yozganman. Shunaqa xuddi bir uzukka ko'z qo'ygandek munosib juftlik ekanda, buni ko'rsangiz. Lekin yigit uylanib bo'lgan, u ikki bola bilan ajralib qolyapti ayol. Buni bosh sababi ana endi kimdan qidirasan? Men o'rganish asosida to'la ma'noda o'sha kelinchakda, avvali kelinchak ham xatolikka juda yo'l qo'yganki, odam har bitta gapni yugurib borib onasiga aytavermaydi. Ona uyiga toshiyvermaydi. Bundan tashqari
eng asosiy aybdor o'sha kelinchakda onasi bo'lib qolyapti. Chunki aralashyapti, o'z holiga qo'ymayapti 2 yoshda yashashiga. O'shanda ikkita voqelikda men ibrat qilib ko'rsatganman. Birida qaynonani kuyovga iltifoti. Qiz o'zingniki kuyov begona, o'g'il o'zingniki kelin begona. Birinchi begonalarning ko'nglini avlashimiz kerak-ku. O'sha jihatdan kuyovini ko'nglini avaylaydigan bir onani misol keltirganman. Shunaqa yo'lda tutsa balki shu kuyov bilan shu darajaga bormas edi. Mani kuyovim tillo, mani kuyovim unday. Bari xato o'zingda qizim deydi-da masalan o'sha ona. Kuyov o'g'ilga aylanib ketdi. Qizni otasi qarang endi. Bu yoqda arazlab keldi o'sha qizim. Bittagina bolasi bor vaqtida arazlab kelgandan keyin nima qildi bu? Otasi qizini holatini ko'rgandan keyin olib chiqdi. Kuyovni yo'l bordi. Qizim, seni berdim. Yaxshi ko'rding, bir boyni topding, ma'qul ko'rding. Endi nima desa aytganini qilasan. Agar bir haftaga bor desa, bir haftaga borasan. Bir oyga bor desa, bir oyga borasan. Bir yilga bor desa, bir yilga borasan. Agar bir umr borma desa, bir umr bormaysan. Lekin tinch yashaysan. Mana otam desang, ana shu yo'lni tutasan. Mana shu oila bugun qizini uzatyapti. O'g'li uylanadigan yoshga kelgan. Juda ittifoq, yaxshi yashaydi. Inson tarbiyasida eng katta xazina bor. O'sha dunyo donishmandlarini asarlari bilan birga hal aytganimdek, o'sha islom dini haqida gapirdim. Juda katta xazina. Mana shu xazinalarning hammasidan foydalanish kerak. Foydalanib, agar o'zimizda ilmimizda, o'zimizda o'sha fikratimiz boyitsak, qalbimizda Alloh ochsa, nima bu dunyoning moli? Nima bu dunyoning boyligi? Nima bu dunyoning kiyim-kechagi, hoyi hashami? Hech nima. Mana shu jihatdan odam o'zini o'zi. Asosiysi, agar yaxshi farzand tarbiyalasangiz, u sizni kelajakda suyanch tog'iz. Yomon farzand tarbiyalasangiz, yuragingizni dog'i, shunday emasmi? Mana shulardan qo'rqib yashashimiz kerak. Xudoyo, farzandim solih bo'lsin, Xudoyo. Mani chunki shu yaxshi farzand ham sizga, ham jamiyatga, ham vatanga xizmat qila oladigan. O'sha tuyg'uni singdiradigan kim? Ona-da. Ona qanday qilib singdiradi? O'zini fazilati bilan, o'zini ibrati bilan. Otachi o'zini harakatlari bilan, qiladigan ishlari bilan, bunyodkorlik ishlari bilan. Buzg'unchilik qilsa, farzandi buzg'unchi bo'lib o'sadi. Bunyodkor bo'lsa, farzandi bunyodkor bo'lib o'sadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari bor. Bu dunyoda qanchalik ko'p kulib, o'ynab yashaganlarni ko'zlari tushganda qanchalik qaro yig'ila oldingda ekanligini bilmaysan-da deganlar. Bu degani, demak, vaqtingizni behuda o'tkazmaslik. Vaqtingizni bir ezgu ishlarga, xayrli ishlarga, shu yurtingizga, shu xalqingizga, shu hayotingizga fayz bo'ladigan ishlarga sarf qilish kerak. Har bir yozilgan maqolami, hikoyami u menga qay bir ko'ngilsizlikning oldini olish, aniqrog'i oilani asrab qolish uchun ogohlik qo'ng'irog'idek jaranglayotgandek, so'qir qalblarga esa ziyo taratayotgandek nazarimda, degan edi Salima Umarova. Hayot yo'lini ziyoga to'ldirgan bu ayolni chinakamiga matonatli, sabr bardoshli, hayotning og'ir sinovlaridan qoqilmasdan faqat yolg'iz farzandi uchungina umrini baxshida yetgan desak mubolag'a bo'lmas. Qahramonimiz esa bugun keksalikning nurli qo'lidan tutib, nabiralar tarbiyasi bilan shug'ullanib kelmoqda. Shuningdek, endigina adabiyot bo'stoniga kirib kelayotgan shogirdlariga ham Nazm bo'stonining sir-sinoatlaridan saboq berib, ularga o'z kasbining fidoyisi bo'lishni o'rgatmoqda.